Men Yursinboyeva Muxlisa, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani 1-dom o'quvchisiman. Ijtimoiy tarmoqlarda siz Xizrnazar Aliqulovning video murojaatini ko'rdim va bu video murojaatga o'z fikrimni bildirishga o'zimni haqli deb hisoblayman. Chunki bugungi davrda yoshlarga yurtimizda juda katta e'tibor qaratilmoqda va biz bu e'tiborlardan unumli foydalanishga harakat qilmoqdamiz. Maktablarda yaxshi o'qib, bilim olishga harakat qilmoqdamiz. Aka-opalarimiz ham oliy o'quv yurtlari talabalari bo'lib, nufuzli ishlarda ishlashmoqda. Biz ularni izidan borib, undan-da muvaffaqiyatli yutuqlarga erishishga harakat qilmoqdamiz. Sizni bu video murojaatingiz bergan va'dalaringiz hammasi bo'lar bo'lmas gapligini hammamiz aniq bilamiz va bu sizni vatanimiz ravnaqiga, rivojlanayotganiga hasadligingizni aniq ko'rinib turibdi. Biz tengi yoshlar ham, men ham sizni fikringizga qo'shilmaymiz. Chunki biz shunday jannat makon, rivojlanayotgan mamlakatda yashamoqdamiz. Yurtboshimiz ham bizga juda katta e'tibor qaratmoqda va biz albatta ularning ishonchini oqlaymiz.